maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha noto'g'ri to'g'ri yo'l bor tanlash o'z qo'limizda yaxshi yo yomon bo'lish bosilgan bir qadamda maqsadiga yetmay qo'ymas qancha to'siq bo'lsa yo'llarida bizlar o'sha zet avlodmiz bizlar o'sha. Xo'sh domlajon. Juda gaplaringizda g'alati hid kelyapti-da. Hid deysizmi? Qanaqa hid? Nima deysiz? Qo'yib yuboring qo'limni. Jinimsiz? Sanga olib keldim. Voy, rahmat. Nima? Sen yaxshi ko'raman. Dilnoz, har doim aytardim-u, men bilan baribir bir kun bo'lasan deb. Senga qolganimdan ko'ra o'lganim yaxshi. Voy dod, jimbollaring. Sallani dastingdan tinchlik bormi o'zi yo'qmi? Sallani ham endi maktabda haydash kerak. Nima deyotding-ku? Gapir endi. Duxing yetmasa, men bilan o'ralashmagan. Tushundingmi? Nima deding? Nima bo'lsalar borgasan? Shu fizika ham vachcha qiyin fanda. Sarvar vechna 5 oladi shu fandan. Men nimam kam bundan? Bu nima balo bo'lsa? Mana. Sanla bermasen ham o'z qo'limga tushdi. Endi bemalol tatib sinab ko'rsam bo'ladi. Qani Jasur? Bardam bo'l. Jasur, seni shunchalik qo'rqoq deb o'ylamagandim. Qo'yla. Meni tom ketib qoladi bunaqa narsalardan. O'rgangin bunaqa narsalarni. Yaqinda maktab bitirasan, ko'chaga chiqasan. Ko'chada faqat mushuk bo'lib yurish kerak. Nima deyapsan? Jasur mushuk bola, to'g'rimi? Конечно. Hali biror marta bratalarimni parod qilganim yo'q. Nimaga unda boyga nomading? Maza qilib gap qilardi o'zimizni. Lekin yomon tepardi, shunaqa ucharding ko'zimizga, sen ishonmasding lekin. Maktabda bo'lmaydi-da. Agar ozgina bersanglar, mayli. Uyda sinab ko'raman. Xafa bo'lmagin-ku Jasur. Bunaqa narsalar faqat brat va mushuklar davrasida bo'ladi. Qising ko'tara olmaysan. Sen hozir qilgan shu narsani mushuk bo'lasan. Uyga berilmaydi, masjidda biza bilan urasan. Ha, mayli. Biz faqat sigaret bilan kayf qilaveramiz. Ber. Bo'lmabsan. Mayli qo'yor keng safar. Lekin o'ylab ko'rgin, zo'r narsa. Yaxshi narsa olib keluvdi senga. Men bundan o'rginsam, men bundan ham zo'r. Yo. Urish kerak. Joyi lekin, joyi. Bo'lmabsan. Dadasi, keyingi paytlarda shu o'g'lingizni tarbiyasiga vaqt ajrata olmayapsiz deyman-da. Shundan xavotirdami? Telefoningizni qo'yib turing birpas. Nega xavotirlanasan? Jasur, meni o'g'lim. Maktabni bitirishi bilan bitta mashina olib beraman. Xo'sh. Qarabsanki, pulni tagida qolamiz, onasi. Nima deganingiz bu? Bitta o'g'limiz ham kirakash bo'ladimi endi? Nimalar deyapsan? Ha? Bir umr shu kirani orqasidan hayot kechirib kelyapmiz-ku.
Birovdan kam joying bormi? Yo'q, xudoga shukr, nolimayman, lekin endi Hech qanaqa lekini yo'q. oliygohlarda o'qishini, katta odam bo'lishini xohlayman. Xotin. Kim xohlamaydi farzandini o'qimishli, intelligentni odam bo'lishini, lekin buni hayot deb qo'yibdilar. Meni ham dadamlar katta odam bo'lasan derdilar nuqul. Katta odam bo'lib ketdingiz. Rosa katta odam bo'lib ketdingiz. Juda katta odamman. Katta KAMAZ mashina minadigan katta odam bo'ldim. Tavba qildim. Dadasi, sizni shu ichkilik rasvo qilgan o'zi. Ichmasangiz tuppa-tuzuk odamsiz, ichsangiz tamom. Ana mashinangiz ham yurmay qoladi, qolib ketadi bu joyda. Yana katta odam bo'larmish. Odam bo'lsin demabdi-da shu payt. Bir umr noliysan. Shu gaplardan umuman charchamading. Qachon qarama, shu gapni gapirasan. Topib olganing bitta gap. Ro'zg'oringda kam bo'lmasa, ayt bo'lsa. Ha, kami yo'q. Shu faqat Jasurjonim yolg'iz bo'lib qoldi-da. Iye? Ha, unda tug'? Nega tug'mading? Hozir, bugun kech bo'ldi, hoy. Tavba qildim. Hali hech ham kech bo'lgani yo'q. Tavba. Yomon tilim qichtasida dadasi, shu aroq o'lgurni ichmaganingizda tug'armidim balki. Bo'ldi. Ko'p gapirma. Xudo xohlasa shu bitta o'g'limni, Jasurni katta olim u ulamo qilaman. O'zim o'qimaganimga yarasha. Xudo xohlasa, men ham niyatlarim bor, xotin. Hali taksistlik qiladi deb hazillashdi. Voy xudoga shukr, qo'rqib ketdim. U ham katta odam bo'larmikin deb. O'zi ham o'g'limiz rosta dars qilishni yaxshi ko'radi. Mana hozir ham berilib dars qilyapti. Baraka topsin. Yaxshi oliygohlarga kirsin. Yasha. Ota o'g'il. Ota o'g'il emas, ona o'g'il deng. Ota o'g'il bo'lganda katta odam bo'lib ketardi u ham. Ey! Sen hali otasini kattaligini bilmayapsanmi hali ham? Bildik. Choyingiz bormi? O'g'il bola, yasha ota o'g'il. Voy bila. Yomon bo'laman-ku. Nimagadir qo'rqib ketyapman. Ana ukam. Sharbami? Oyijon. Alijon qo'rqyapman. To'xta. Ismim Jasur. O'zingga kel, Jasur. Kimsan? Rahmat senga. Ebla, aka, siz kimsiz?
Juda tanishga o'xshayapsiz. Men jinman. Shu xumning quliman. Bundan 2900 yil ilgari bir tirikkaz yo'l mana shu xumni ichiga surgun qilgan. Sen meni qutqarding. Nega kulasan, bachcha? Birinchidan, men bachcha emasman. Ikkinchidan, hech qanaqa qozi-mozi degan narsani bilmayman. Qo'lingdan nima keladi o'zi? O sen so'rama, men aytmay. Qo'limdan luboy ish keladi. Buning uchun sen menga buyruq bersang bas. Hammasini yes qilaman, xo'jayin. Yebla. Sen men xo'jayin dedingmi hozir? Ha! Men endi seni qulingman. Nima desang shuni bajaraman. Rostdanmi? Albatta, xo'jayin. Bilasanmi nima xohlamayman? Atrofimda hind qizlari xuddi kinolardagidek qo'shiq aytib raqsga tushsin. Qani, qo'lingdan kelarmikan? Amringizga bajonidil xojam. Marhamat. Jasur! Nima qilyapsan? Raqsga tushing. Tushunmadim. Nima qilyapti bu? Ochlar musiqani. Jan! Jan! Qanisan? Nima bo'lib qolmagan? Jan! Tomi ketib qolibdi shekilli. Chiqar. Hozir. Yomon-yu. Tinchlikmi? Ha, turlaring yozib chiqaman. Ha, bo'pti. Bo'pti, davay. Hoy, nima qilmoqchi bu? Hey. Ana chiqdi. Ha? Qali, nima bo'ldi? Ha. Yaxshimi? Oo! Zo'r. Mazaqlargamizda bugun. Qana berchi. Yur, ketdik. Demak, sizlar sahnaga chiqdinglarmi? Qo'rqmaslik kerak. Tushunarlimi? Aktyorlik mahoratini sir sinoati siz sahnaga chiqqaningizda parda bo'lish kerak o'zlaring uchun. Tortinish, uyalish, qistanish kerak emas. Shularga e'tibor beringlar. Hech qachon ikkilanmanglar. Va sizlar berilgan shart-sharoitda yashashlaring kerak. Tushunyapsizlarmi, talabalar? Tushunyapsizlarmi, bolalar? Demak, chiqib bemalol harakatlaninglar. Xo'p, o'zlaringdan kelib chiqib, har bir aktyorimiz biror nima ko'rsatib bera olasizlar? Kim ko'rsatib beradi? Qani? Tortinmanglar, bo'la qolinglar, qani? Kim? Qani? Kim? Senmi? O, Jasur, qani? Xo'p. Bilmadi. Tushunmadim. Nima qilyapsizlar bu yerda? Yaxshi, xo'p. Qani? Jan! Qattasan? Ey, Jan! Bu
Ko'ryapsizlar, holatdan kelib chiqib nimalar qilyapti. Hey! Nima bo'lyapti? Jasur? Voy Jasur. Jasur, yaxshimisan? Mabodo. To'xta. Voy, menga qara, isming yo'qmi? Voy, menga qara. Ustoz. Hammasi zo'r. Voy Jasur. Yaxshimisan? Voy Jasur debman. Ahvoli yaxshimi o'zi? Voy, nima bo'ldi? Jasur. Yaxshimisan? Qayerga og'riyapti? Voy, to'xta. Voy, menga qara. Ustoz, qo'yavering meni. Qayerga og'riyapti? Voy, nima bo'lyapti? Jasur. To'xta. Jasur. Tinchlan. Jasur, tinchlan. Ha, Jasur. Dilnoz? Dilnozmi bu? Ha, Dilnoz. Ha, man Jasur. Sog'ling Nima yaxshimi? bo'ldi, gapirsen-chi? Mazang yaxshimi? Isitmang yo'qmi mabodo? Yo'q. O'zing yaxshi his qilyapsanmi? Yo'q. Jin qani ustoz? Menga jirin top beringlar. Qanaqa jin? Iltimos. Menga jirin top ber. Ustoz, Men jini ko'rdim, nima doktorga borish masalaga? kerak. Hozir. Jin bor edi bu yerda. Jasur bo'ldi, o'zingga Olib kerak. chiqinglar. Qani. Mana Bo'la, tura, qani. Medpunktga boringlar tez. Yur. Voy, tavba. Sizlar o'tiringlar. Nima bo'ldi hozir? Aka, Ha, Dilmurod nimaga? Oyim bozordan keldilarmi? yo'q, hali kelmadilar. Ne pichirlab gapirrossan, tinchlikmi? Voy aka, uyda mehmon bor. Qanaqa mehmon? Adamlar bilan kelgan. Kim? Kim kelgan? Bitta chiroyli opa. Qanaqa opa? Hazillashyapsanmi? Yo'q, rostdan. Ana o'zingiz ko'ring. Qayoqda, oshxonadami? Birinchi oshxonaga kirishdi, keyin spalniyaga kirib ketishdi. Ada? Qani manajerim? Sanlarni adabingni bermoqchi edim. Jar, qattasan? Jasur? Sen ham ko'ryapsanmi jinni? Sen qatdan bilasan jin haqida? Temur, Jasur ham ko'rayotgan ekan jinni qara. Men ham hayronman. Qatdan olding Jasur? To'xta, nimalar deyapsanlar? Bo'ldi qillaring. Mazasi bo'lmayapti o'zi buni. Hamshiraga olib ketib qochlaring. Ha, boshida o'z shunaqa bo'ladi, nima kulyapsan? Ana, Temur ham uch kun ko'rgan o'sha jinni. Voy bila, rostdanmi bolalar? Yo, men qachon keldim o'zi bo'pti? Tushunmadim, nima bo'pti o'zi? Sen tushunmaydigan narsalar bo'pti, Dilnoz. Borsa studiyaga kir, Jasurni o'zimiz davolab qo'yamiz, ha? Ha, to'g'ri. Ha, Jasur. Ha. Tushunmadim. Jasur, borasanmi hamshiraga? Dilnoz. Sen borsan-ku. Nima bor hamshirada? Nima bor menga hamshirada? Bila. Oy, bolalar nima bo'ldi? Qachon keldim bu yerga? Ha, shunaqa. Jasurmi? Yur. Ana bo'ldi qo'yib yubordi. Davosi bitta shapaloq ekan. Shunday ahvoli. Nima qilyapsan-le? Sanlanishlaringmi bu? San qilgansan. Qo'lingni. To'xta. Bo'ldi qilay, bas, manday. Jasur yaxshimisiz axir? Ular qilgani yo'q. Men o'zim yiqilib tushdim. Nima bo'ldi? Shima. O'zim yiqilib tushdim deyapman-ku. Sal kallalarni ichida biz yordam bermoqchi edik bunga. Tur, Jasur. Bo'ldi, o'zim turaman, ketaveringlar. Yaxshimisiz axir? Ha, yaxshiman, zo'r. Bor, bo'ldi, ket. Boraveringlar. Hammasi yaxshi deyapman senlarga. Bo'pti, bilganingni qil. Qalay ekan? Bular tom ketib qoldi-ku bolalar. Qachon keldim bu yerga? Nima bo'ldi? Men hech narsani tushunmayapman. Adam bilsalar bormi?
Ha, yo'q. Ertalab odam voqli ishga chiqib ketgandilar. Qo'rqmagin, hammasi joyiga tushib ketadi. Sen qayerdan bilasan-la? Manga qara. Sen qayerdan olding o'zi? His narsani bilmayman, bola. His narsa esimda yo'q.